Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun yana Boburnomadagi ayrim so'zlar bo'yicha chiqish qilamiz. Boburnomada boyri so'zi deb ataladi. Bu qanday kelib qoldi menga? Yaqinda bir olimlarimizdan bittasini kitobini o'qishga harakat qildim. Salmoqli kitob. Kitob nomini aytmayman. Vaqt kelib aytiladi ekan, hozircha qo'yavering. Kattagina kitob. Mana shunday bir satrlar bor. Men Sulton Saidxonga barcha so'zga e'tibor qiling. Barcha navkarlarimni topshirib, ko'mak qo'shib, tug'ilib o'sgan yerim Andijon viloyatini unga bag'ishlab xon qilib yubordim deb yozadi. Shunda men hayron qoldim. Chunki voqealar nima bo'ladi? Bobur ba'zi joylarini keyinchalik eslagan, ya'ni 1510-11 yillar voqealari milodiy yilga aylantirganimizda, ya'ni bu paytda Bobur Qunduzga kelgan payti. Sulton Saidxon Farg'ona viloyatida 2 yildan ko'proq, 3 yilga yaqin podshoh bo'lgan shaxs. Bu shaxs haqida yaxshi o'rganilmagan. Lekin men YouTube kanalimda bor, bir maqola ham chiqargan bo'lsam kerak. Mana shu yerda barcha degan so'z meni o'ylantirib qo'ydi. Tasavvur qiling, podshoh Kobuldan Qunduzga keldi. Barcha navkarlarini boshqa kishiga berib bersa, u kim bilan qoladi? Bu albatta shubha uyg'otdi. Shuning uchun ham Boburnomaning dastlabki ilmiy nashri bu 1960-yildagi nashr. Bundan oldinroq ham bo'lgan 48-49dagi, lekin 60-yildagi qayta ishlangan bo'lgan. Shunga qaraymiz. 263-betda haqiqatan ham mana shu so'z yozilgan. Endi bu yerda men Sulton Saidxonga bori deb aytayapti, barcha demayapti. Bori deb aytibdi. Undan keyin 2002-yildagisini olamiz. 2002-yildagi nashrda bu yerda ham bori deb berilgan. 3-nashrda olamiz, ilmiy nashrda. Bu 2024dagi meni nashrim. Bunda haqiqatan ham men boyri deb to'g'ri bergan ekanman. Boyri deb to'g'ri berishdan tashqari izoh ham keltirib o'tganman. Ya'niki U1, UK deb aytganman. Ya'ni shartli ular nimalar, ya'ni kulliyotda ham, o'zbek tilidagi birinchi nashrda ham, ikkinchi nashrda ham bori deb berilganligini aytganman. Endi barcha so'zi bu professorning kitobiga qayerdan kelib qoldi? Demak, Boburnoma 2008-yil 153-bet deb qo'yibdi. Professor odam tabdildan foydalanyapti. Aslida to'g'ri, bu professorda aql zakovati yetmas edi. Nima uchun yetmas deganda, bori deganni barcha deb ketardi. Lekin bu tabdildan olayapti. Aslida olim ilmiy ish bilan shug'ullanayotgan. Tabdilga tayanmaydi. Boburnomaning asl matniga tayanish kerak. Endi boyri so'ziga izoh berib o'tib ketamiz. Boyri so'zi Boburnomaning mana shu Bobur asarlariga, Boburnoma bo'yicha bir nechta izohli lug'atlar tayyorlangan. Xosiyat Nazarova, Fathiddin Ishoqov, keyinchalik mana o'tgan yili yanglishmasam Zulxumor Xolmonova, Shuhrat Hayitov, Dilfuza Muhammedova bular ham tayyorlashdi. Endi albatta bular kengaytirib borilmoqda. Hozir menda Shuhratning kitobi yo'q, lekin Fathiddin Ishoq bilan nimalarda eskidan, qadimdan biron bir sulolaga xizmat qilib kelgan shaxslarga nazarda tutiladi. Endi mana shu joyda inglizcha nashrga ham bir qarab o'tamiz, tarjimasiga. Trusted degan, ya'ni ishongan odamlarimni deyapti. Ruschasiga olasiz. Испытанных deyapti. Sinalgan odamlarimni deyapti. Boyri so'zi aslida o'zi yaqin, haqiqatdan ham sadoqatli xizmat qiladigan shaxslarga nisbatan ishlatilgan. Nima uchun bu professorimiz bunaqa xato qildi? Manba o'qiy olmaganidan bo'ldi. Ya'ni ki tayyorgina tabdildan oldi, tabdilda ruschadan tarjima qilgani holda ham baribir xato qilishganini, bularni ba'zan men juda g'azabga to'lib ketamanki, nimaga shunaqa bir
Saliyadek buyuk bir shaxsni kitobning eng oxirida qo'yganim, buni bir necha marta aytganman. Eng oxirida qo'yapti, bitta sahifa qo'ymasdan. Mana o'sha joyda perevod Saliya deb qo'yibdi. Eng oxiriga juda uyatli. Mana Saliya qayerda turibdi? Aslida tarjima qilgan odamga bitta sahifa ajratiladi. Boshida yoziladi. Shuni ham o'zlashtirishgan, qarang. Borini o'zlashtirding mayli. Endi u yerda tug'ilib o'sgan joyim demagan, Zodibut so'zini ishlatadi. Zodibut bo'yicha ham gaplashamiz, bu alohida. Zodibutni qanday tarjima qilishdi? Bu haqda alohida gapiramiz. Lekin mana bu yerda keyingi nashrda Saliyning kitobini ham o'zgartirib qo'yishdi. Saliyning tarjimasini ham o'zgartirishganning sababi nimada? Mahalliychilikda. Sali bu yerda aytayaptiki, Radovoy nasli deydigan so'zni ishlatadi. Ruschasiga bu yerda keyingi bu boburshunoslar qo'shtirnoq ichidagi mahalliychilar в котором я родился и вырос deb tarjima qilyapti. Qaydaki men uni o'sgan yerim deb. Mana sizga Boburnomadan foydalanishga bittagina misol, ularning qilgan ishlari, bu yerdagi mahalliychilik, bunaqada boburshunosga rivojlanmaydi. Bu bittagina so'z. Qanchalik plagiatorlik, qanchalik bir qalbaki boburshunoslar ko'payib ketgan. Ana shunday boburshunoslardan bittasi, garchi men unga yaxshilik qilganman. Hindistondan Bobur devonni olib kelganda bittasini jamg'armaga berdim, mayli kutubxonasiga deb, bittasini akademik Abdulla Azamga sovg'a qildim, bittasini o'sha yigitga sovg'a qildim. Men seni boburshunosda urinib yuribsan, she'r beryapti, tushunasan deb berganman. Qarang buni qilgan ishini. Bir joyda endi hozir grantlar ko'p, qayerda grant olyapti, pul olyapti. O'shanda aytdiki, mana bu kitobni ishlatmaylik debdi. Bu Boburnomani ishlatmaylik. Bu yerda Saidbek Hasanov familiyasini tilga olmagan debdi. O'zim hayron qoldim. Chunki Saidbek Hasanov buyuk olim. Uni tilga olish mumkin emas. Balki men dedim, ko'proq e'tibor qilmasdan qoldirganmikanman deb kecha yana qaytib qaradim. Yo'q, kitobning 7-sahifasida men qisqachagina so'z boshi yozganman. Boburnoma bebaho asar. Buni ham tanqid qildi bitta haligi plagiator boburshunos. 40 bet yozish kerak edi deb. Men o'zimdan oldin so'z boshi yozgan kimsan akademik Abdulla Azamdan ziyodroq so'z yozishga haqqim yo'q-ku. Abdulla Azam bu kitobni sahifasi emas, satrlarigacha o'qib chiqdi hammasini. Mana shunday boburshunoslarimiz afsuski boburshunoslik rivojlanishiga yordam berish o'rniga to'sqinlik qilyapti. Qalbakilashtiryapti, o'zlashtirilyapti. Qanaqa qilib Saliyning gapini o'zgartirasan? Qanday qilib bu professor, men professor deganda hali bu izoh beraman. Qayerda nima bo'lib qolsa professorman deb meni tabrikla deganda, unda hayron qo'ygan. O'zini ham maqtaydi bu odam u qanaqa professor bo'lgani, boshqalar xalqqa ma'lum ilm ahliga demoqchiman. Buni bu yerda maqsadimiz biror yomonlash emas. Faqat to'g'ri yo'lga endi yoshlarimizni solish. Bo'ldi, senlar davring o'tdi. Endi yoshlarga bir ishlasin. Zo'r yigitlar chiqib kelyapti, zo'r qizlarimiz chiqib kelyapti, bilimdon, fors tilini biladigan, arab tilini biladigan yaxshi olimlar chiqib kelyapti. Chunki bugungi kunda ilm qilish uchun hamma sharoit yetarli bo'lishdan tashqari foydalanish imkoniyatlari bor. Ya'ni siz o'zingiz uyingizda o'tirib, chet ellardagi qaysidir kutubxonadan kerakli ma'lumotlarni, o'sha kitoblarni olish imkoniyatiga egasiz. Uni esa bular ko'ra olmaydi. Bular endi nima uchun bu Boburnomani maqtamayapti degan so'z tug'ilishi mumkin. Endi bu Boburnoma juda ham yaxshi chiqqan. 2500 ta izoh deb aytganman. Hattoki olimlardan bittasi aytdiki, so'nggi yillardagi butun dunyo bo'yicha eng yaxshisi deb aytdi. Chunki 2500 ta izoh va tuzatish bu kichkina narsa emas, 10 yillik mehnat. Kitob nihoyatda yaxshi chiqqan, bo'rttirilgan, lakda, faqatgina ularning ichi kuyib ketadigan joyi borki, mana bu yerda tahrir hay'atiga qo'shilmay qolgani. Bechoralar shunga kuyib ketishdi. Boshqa narsa emas. Lekin bu akademik nashr. Bu yerda akademiklarimizdan Abdulla Azam, Dilorom Yusupova, Azamat Ziyo, ularning hammasi shu kitobni o'qib chiqib tavsiya bergan. Tosh otish oson, lekin o'qib chiqib fikr bildirish juda ham qiyin. Bittagina boyri so'zi
O bilan R harfining o'rtasida Y bor. Boyri. Ko'ryapsan tilimiz qanchalik boyligini, undagi so'zlarni o'rganish uchun albatta zehn kerakligini isbotlab beradigan narsalardan biri. Men hozir inglizcha, rus tilidan ham misol keltirib o'tdim. Shunday bo'lsa-da, o'sha olimlarimizga ham insof tilayman, ishlariga omad, sog'lik, salomatlik tilayman. Haqiqiy boburshunoslarni ko'rsin, yetishib chiqadi olimlarimiz. Yaqin orada chiqadi. Juda yaxshi boburshunoslar tayyorlanyapti hozir. Boburshunoslik maktablari bor. Chiqyapti. Men ularga salomatlik tilaymanki, mana shu boburshunoslarning mehnatini ko'rsin. Faqat hasad emas, havas qilish kerak. Barchalaringizga salomatlik tilayman.